Hammaga assalomu alaykum. Kanalimiz Asadbek obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, qo'y-qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Mana bunday Qirg'iziston Bishkek Arashan zotli qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugungi video syomkamizda erinmasdan albatta oxircha ko'rib turing. Sababi zo'rlari bugunga chiqadi. Yangi partiya kelgan, narxlari ham o'ta qulay bo'ladi. Mana bunaqa puli yengil qo'chqorlardan zo'rlardan kelgan. Videoni erinmasdan oxircha ko'ring. Narxini barra qo'zin narxida qo'yib beramiz. Xo'p, biz video syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, shu arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Hafta kuniga shanba 2026-yil hammalaringga Navro'z bayrami muborak bo'lsin deb video syomkalarimizni boshladik. Videoda so'zda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Akalar, bugungi syomkani erinmasdan oxirgacha ko'ring. Bugun Qur'oni ichidan video qilamiz. Sababi o'zimman, qo'ylar qochib ketishi mumkin. Ozgina qiyinchilik bo'ladi. Shunga o'zimman chiroyli qilib, bo'lib partiya qilib chiqarib berishga harakat qilaman. Erinmasdan oxirgacha ko'rib turinglar. Bitta-bittadan like bosib, kanalga yangi mehmon akalarimiz bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, mana bunaqa udorlarini shu kanalda olasiz. Like bosib turing aka. Videoni bismillah deb boshladik. Hurmatli obunachilar, mana birinchi partiyamizga Oqqo'chqorda Yashko'rovchi Oqqo'chqorda Sevba Qo'cha aka-ukalarimiz bo'lsa, mana birinchi partiyamizga ikkita Oqqo'chqorda zo'ridan chiqdi. Mashalloh, qo'chqorlarga bitta ahamiyat berib qo'yasiz akalar. Oqqo'chqorda zo'rini boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'chqorlarimiz quloqlari but-butun, yeb ichishda umuman muammosi yo'q. Yeb ichishga bir hafta 10 kunga sinov muddati bor, hurmatli obunachilar. Yeb ichishda umuman muammosi yo'q. Ularni yosh oilaga keladigan bo'lsak, 8-10 oylik u yoq bu yoq edi. Bo'y bastlari 80 plus-minus kelaverasiz, hurmatli obunachilar. Qo'chqorimiz bittasi sal kattaroq, bittasi kichikroq. Ikkalasi ham oq qo'chqor, dumba razredlari hamma yo'q, cho'tki. Bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Quloq oshlari but-butun, maza qilib boqadigan qo'chqorlar mana. Jaka bitta ahamiyat berib qo'yasiz qo'chqorga, mana qarang. Mashalloh, mana. Havas qilganda xonadonda bundan da zo'rlardan 100-150 talar boqishlik nasib qilsin. Aka, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi xudo xolos qulay qilib beramiz. Ashaddiy obunachilarimizga buni narxini yo'lida qilib qo'yib beramiz, hurmatli obunachilar. Mana, ko'ringlar, qator yeb ichishdan umuman muammosi yo'q, sog'lom qo'ylar. Xo'p, ikkalasiga qiziqdim degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bola degan senasini qo'yamiz. 11 million so'm bo'lsa, dastlabkasi Toshkentgacha besplatni olib borib beriladi. Unaqa olib qochib 6 million, 6,5 deyish kerak yo'q. 11 million so'mga dastlabkasi mutlaqo tekin. Dirs like bosib aloqaga chiqaverasizlar. Oq qo'chqorda zo'rini olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol bog'lanaveringlar. Xudo xolasa 11 million so'm zo'r narx bo'ldi aka. Aloqaga chiqing, ishingizni chiroyli qilib bitkazib beriladi. Qo'chqorlar zo'r, haqiqat hasab oqadigan, sog'lom. Bir haftaga yeb ichishiga sinov muddati bor. Erinmasdan orcha ko'rib turing. Bugunga faqat qo'chqorlar chiqadi aka. Qo'chqor olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, videoni erinmasdan orcha ko'ringlar. Zo'rlarni chiqazamiz. Erinmasdan orcha ko'rib turing. 11 million so'm bo'lsa, dastlabkasi Toshkentgacha besplatni ketdi. Aloqaga chiqaverasiz. Keyingi partiyaga navbat beramiz. Mana qo'chqorlar. O'jaka qo'chqorga bitta ahamiyatni berib qo'ying, mana qarang. Mashalloh, qo'chqorlarga qarang. Zo'rlar aka. Erinmasdan ko'ring oxirigacha. Mashalloh, mana qaranglar, hurmatli obunachilar. Bitta like bosib qo'yadigan joyi yo'q, mana qarang qo'chqorda. Zo'rlarini olaman deganlar videoni erinmasdan orcha ko'ring. Bularni bor ma'lumotini qo'ldan kelgancha berishga harakat qilamiz. Qo'chqorda zo'rini olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanaveringlar. Xudo xolasa bularni yosh oilaga keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, yosh oilaga 9-10 oylik atrofida bo'y bastlari 80 plyusda yeb ichishidan umuman muammo yo'q. Yeb ichishiga bir hafta 10 kunga sinov muddati bor. Bexijolat o'ylanmasdan aloqaga chiqaringlar, ishlaringizni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bo'y bastlari 80 plyusda yosh oilaga aytdik. Xudo xolasa bular narxiga keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, to'rtasiga qiziqdim, bir joyda olaman degan aka-ukalarimiz uchun buni narxi qulay bo'ladi akalar. Unaqa 6,5-7 million unaqa narxlar yo'q. Bitta qo'chqorga ahamiyat berib qo'yinglar, narxini kelishtirib beramiz, hurmatli obunachilar. Mana kallalari, razrezlari hamma yo'q, cho'tki qo'chqorlar olib boqadigan. Bitta ahamiyatni berib qo'ying aka. Qo'chqorda zo'rini olaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar mana. O'zim tarbiyalab olaman, yaxshi sog'lig'im bor edi, qo'shib bolasini olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Dirs like bosib qo'yish ham esdan chiqmasin.
Mana akalar ko'ringlar. Videoda ozgina kamchiliklariga epga buyurmaysizlar. O'zimman shuning uchun aqaba qochib ketyapti. Kачествоsi sal xato etgan bo'lsa uzr lekin. Ammo qo'chqorlar zo'r, bexijolat. Bir haftaga sinov muddati bor, hurmatli obunachilar. Kelib ko'raman degan akalarimiz bo'lsa ham kelib ko'ringlar. Lokatsiyalar bitta tashab beriladi. Tepasiga kelib ko'rsalar ham qo'chqorlar yoqadi. Mana qaranglar. Turishlariga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz. Inshaalloh. Xo'p, buni narxiga kelsak, hurmatli obunachilar, 4 tasini bo'ladigan senasini qo'yamiz. Xo'p, 6 million so'mdan bo'lsa, dastavkasini Toshkentgacha besplatniy qilib olib borib beriladi. Quloq tashishlariga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Suvon qarang. O'yinlardan to'lov deb qo'yganmiz hammasi mana. Bitta like deb bosib aloqaga chiqaveringlar, xudo xolasa. Videoni qo'chqorda zo'rini olaman deb yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yisham esdan chiqmasin. Mana qo'chqorlar aka. Aloqaga chiqavering, xudo xolasa chiroyli qilib ishingizni bitkazib beriladi. 6 million so'mdan bo'ladigan senasini qo'ydik. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqavering. 6 million so'm bo'ladigan senasini qo'ydik. Narxini xudo xolasa yaxshi narx bo'ldi, hurmatli obunachilar. Ko'ringlar, boshqa YouTube'lar ham bemalol aloqaga chiqavering. 6 million so'mdan hammasini olganga xayr sunnatiga bir nima o'tib beriladi. Aytganimizga sotmaymiz, aloqaga chiqavering, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Mana, aloqaga chiqaveringlar. Bundan keyinga puli yengillari chiqadi. Qo'chqorlar bitta ahamiyat berib qo'yinglar. Qo'chqorlar hammasi zo'r. Obunachilar, oxirgi partiyamizga 2 dona qo'chqordi. Puli yengilidan olaman degan aka-ukalarimiz bormi? O'ylanmay aloqaga chiqaveringlar. Yosh oyligi 7 oylik, 6 oylik u yoq bu yog'ida 75 ga yaqin bo'ylari rosa boqadigan qo'chqorlar, xudo xolasa narxi ham o'ta qulay bo'ladi. Unaqa 5 million unaqa narxlar yo'q. Ikkalasini olaman degan obunachilarimizga bo'ladigan senasini qo'yamiz. Videoni ko'p cho'zmaymiz. Hop. Ikkalasi ham zo'r, mana dumba razrezlar hamma yo'q cho'tki. Bo'ladigan senasi 9 million so'm xayri bor. Aloqaga chiqaverasiz 4,5 million so'mdan ikkalasini olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, xayrini sunnatini qilib beriladi. Ikkalasi ham toza qo'chqor, kelajagi bor, haqiqiy baho degan. Quloq tashlashlari, garbonoslariga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Mana 9 million so'm xayri bor, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar, aytilgan narx muhim emas, o'tib beriladi, kelishtirib beriladi aka. Mana. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Sizlarga chiqaradigan qo'ylarimiz mana shularda akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga, kasb-koriga Alloh baraka bersin, ishlaringga rivoj. Bizni kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa zo'rlarni chiqarishda biz ham davom etamiz. Hammani ishlariga omad.